Xayriyat, yetib ham keldim qishloqqa eson-omon. O'zi ham 2-3 kun vaqtim ketib qoldi. Mana shu yerda tura qolsam, mashinam juda ham ko'p vaqtim ketdi. Boru mashina parkovka qilishga ham o'zi bo'ldi. Hozir to'g'ri chiziqqa ham joylashtirib bo'lmayapti. Chunki mashina juda ham qizib ketgan, haydab ham bo'lmayapti. Yoz вообще issiq bo'lib ketdi bu yil, tushunmadim. Crazy jetelmi? Boshi ham to'g'risini aytsam jonimga tegib ketdi. Borki har kuni ko'zimga ko'rinaveradi. Menga qarasa uying yo'q. Qayoqqa ketdi? Uying yo'qmi? Meni oldimga kelaverasan faqat. Musor ham tashab ketishibdi. Shu musorlarni tozalashga ham men mas'ul bo'lib qolganman hozir. Tozalik raisi men. Tinchlikni boshqaruvchi men, ishlarni qiluvchi men, polizda qarovchi men, yana hamma ishga menda, ya'ni men emas, men to'g'ri, men bilan menda nima farqi bor bilmayman. Bizda men deyiladi, ba'zilarda men deyiladi. Men bilan menda umuman farqi yo'q to'g'risi. Lekin ingliz tilida men deb yozilib, men deb o'qiladigan so'z bor. Erkak degan ma'noni bildiradi, bilasizlarmi? Xullas, do'kon uchun yangi qurollar olib keldim, ya'ni qurol do'konida ishlayman, bilasizlar, sotuvchilik qilaman. O'shanda sotish uchun yangi qurol olib kelganman. Takoy qurolni ko'ryapsizlarmi? Yo, qirvarishin portlatuvation qurollar olib kelganman. O'zi ham u takoy normal o'qotishi ovozsiz, chunki bu gulish tilimi nima deydi, uchiga qo'yiladigan ovoz tindirgich qo'yilgan. Aniq nomini bilmayman. O'q dorilar soladigan idishlari bor, o'zini magazin emas, bu boshqacharoq narsa. Takoy qurol, xullas ko'ryapsiz, o'qlashini qaranglar. Yo, dahshat takoy qurol. Bu bilan zombi apokalipsisga tushib qolsanglar, bemalol chiqib ketsanglar bo'ladi. Hech qanday muammo problemalarsiz. Juda ham ajoyib. Ana u Crazy'ni ko'rganimda otib o'ldirarib, qochib ketdi yaramas. O'qlashga ham ulgurmadim-da uni. Qurolni to'g'ri, uni emas, uni nima yo'qlayman men. Xo'p, ana endi qurol do'koniga borib narsalarni joylashtirib qo'yaman. Bu qurollar juda ham qimmat. Tushunmadim. Yog'ochlarni kim sindirib ketdi bu yerning yog'ochini? Bu qaysi yaramasni qilgan ishi bu? Hozir janob merga aytishim kerak. Qaramaganda janob mer, mana shunaqa narsalarga janob mer mas'ul o'zi. Qishloqdagi har xil qoidabuzarlik, nima deyapman, qoidabuzarliklarga e'tibor beradigan odam janob mer, lekin hech qanaqa qoidabuzarliklarga qarab o'tirgani yo'q. Uchastkovoy ham yo'q qishlog'imizda bunaqa narsalarni nazorat qiladigan. O'shaning uchun hozir borib janob merga men bu qilingan ishlarni ko'rsatib, javobini berdiraman kim qilgan bo'lsa ham. Вообще-то asabimni buzib tashlayapti. Bori kundan kunga shular. Hamma yoqda rasvos chiqib qolgan. Derazalarni, eshiklarni sindirib tashlashgan. Mana bu yashikni ham olib tashlashmagan. Men bo'lmasam bu qishloq boru, parokandalik yuz tutadi. Janob mer qaniki? Janob mer yo'q-ku. Bu xotinning oldiga ketgan deymanda, "Allo, assalomu alaykum janob mer." "Va alaykum, jo'xa, qalaysan?" Yaxshi emas. Nima bo'ldi? Uyimni to'g'ri do'konim bor, qurol do'konim, o'shani oynasini sindirib ketibdi, ya'ni atrofdagi yog'ochlarni. Men qishloqda emasman, bilmadim, o'zing surishtirib ko'r. Mayli. O'zi bu janob merdan, bo'pti, keyinroq gaplashamiz. Mayli. Bu janob merdan o'zi ish bitmaydi hech qachon. Keldimikan, kelmadimikan, hozir boraman degandek qilgan. Janob mer keldingizmi? Keldim. Bog'ma ko'payib ketdi, o'zim bir kun dam olishga ketgandim. Men uyimning atrofidagi, uyim deyapman, ishxonamning atrofidagi Короче, devorlarni olib tashlashdi kim bo'lsa ham, qaysidir yaramas jetelmi bilmayman. Qiyin narsa emas, sozlash, borib sozlab qo'y. Bo'pti, hozir sozlayman undan, lekin aytib qo'ying, yana bunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, jetellarni sog'omon qo'ymayman. Nima qilasan? Yo'q, hech narsa qilmayman. Bilasan, qonunda bunga chora ko'riladi. Bosh qonun bor-da, bo'lmasa jetellar ko'rsatardim yaramaslarni. Nima deding? Hech narsa. Senlarga gapirmam bo'lmaydi. Senlarga gapirsam siraz borib janob merga aytasan yoki politsiya chaqirasan. Xullas, kirisada hammasi. Tak, hozir uyimdan taporimni olib turib, borib o'rmondan bir ikkita daraxt chopib kelayin. Keyin o'sha devorlarni tuzatishim kerak, do'konni devori. U do'kon o'zimniki emas. Men shunchaki oddiy ishchiman va ishchi bo'lganim bilan o'sha narsalarga e'tibor berib, kuzatib turishim kerak, ya'ni sozlab turishim kerak. Bo'lmasa, o'z do'stimning do'koni, do'stim bo'lsa ham baribir biznesda do'stchilik, qarindosh urug'chilik degan narsa yo'q. O'shanga muammo bo'lib qolishi mumkin deb hisoblayapman-da. Tak, daraxtni qaysi daraxtlardan sindirsam, mana shu daraxtlardan olsam bo'ladi shekilli. Tak, ertalabdan o'zan yaramas crazy jetel asabimni buzgandi. Doim ko'zimga ko'rinaveradi. Nima, mendan boshqa odam yo'qmi? Qishloqda jetellar tiqilib yotibdi. Janob mer bor, boshqa sotuvchi bor. O'shalarning ko'ziga ko'rinsa bo'ladi. Faqat meni ko'zimga ko'rinaveradi. Obunachilar, sizlarga ham ko'zingizga ko'rinyaptimi shu hozir? Yo faqat men o'zim ko'ryapmanmi? Menimcha sizlarga ham ko'rinyapti. Aniq bilaman, sizlarning ham joningizga tegib ketgan. Yaramas. Mayli. Tak, bu daraxtni qaytarib ekib qo'yayin shu yerga. Olma bor qo'limda, olmani albatta yeyish kerak. Musorga tashamayman. Taporim sinib qoldi. Mayli, bitta yoki ikkita daraxt qoldi, qo'lim bilan bir amallab sindirib olib ketayin. Tak, bo'ldi. Ana endi uyimga borsam ham bo'ladi asta-asta.
yaramas kim qilgan bo'lsa ham borib do'konni rasvosi chiqib qolgan. Atrofdan bemalol любой o'g'rimi, to'g'rimi qiziqi yo'q. Odam kirib bemalol xohlagancha qurol olib ketsa ham bo'ladi. O'shani to'g'rilab qo'yishim kerak hozir borib. Bo'lmasa kompyuterchi brat uyida, ishxonasidami? Uyida, любой joyda uy deb qo'yganman hozir. Chunki uyimga yashamayapman, ancha paytdan beri ko'chada yuribman faqat ish bilan bo'lib. Qachon uyimga borar ekanman, bilmadim. Hozir borib taporimni olgandim-ku, lekin o'tirganim yo'q. O'tirib maza qilib dam olish soxlayman, lekin hech ilojisi bo'lmayapti. Dam olishda ham boshqani ham. Hozir bu yerni to'liq remont qilib to'g'rilab o'rayin. Bu mana soatning orqasidagi bloklarni ham olib tashlashgan. Bu mayli nichivo mana ustiga chiqib, bu yerni ham to'g'rilab o'raman. Menimcha hech qanaqa kamchilikli joy qolmadi shekilli. Hamma joyni to'g'rilab o'rdim. Endi esa uyimga mana bu kerak emas narsalarni olib borib qo'yib qo'yayin. Baribir foydalanmayman. Olmani muzlatgichga qo'yamanmi yoki boshqa joyga qo'yamanmi? Hidi dahshat ekan, lekin bor. Buni yeyish uchun och qolishim kerak avvalo, lekin hozir och qolganim yo'q. O'shaning uchun olma ko'payib ketyapti kundan kunga, lekin yemayapman. Bilmadim, balki ishtaha tortmayotgandir, balki boshqa problema. Xullas, yegim kelmayapti. Hozir borib nima qilmoq tushunmadim. Krezimi? Yaramas. Qani? Doim har doimgidek yo'qolib qolaveradi. Menimcha shu oldik kelganim bilan yerda kirib ketam bilmayman, daraxtga chiqib olammi? Uyning ichida ko'rgan vaqtim uchib ketadimi? To'satdan yo'q, bu qola blokka aylab qoladimi bilmayman. Nimaga bunaqa qiladi? Izdivasta qiladi odamni. Voy Jetel, bu yerda nima qilyapsan? Tepadan kuzatyapman hamma yoqda. Yaxshi, bu yerda qandaydir xat kelibdi. Tushunmadim. Krezimi? Voy, qani qayoqqa ketdi? Yaramas. Yana yo'qotib qo'ydim. Bu marta kelsa bormi, otib o'ldirib tashlayman. Rostdan ham jonimga tegdi. Bittasini yo'qotsam, yana qaytib bittasi paydo bo'lib qoladi. Bular salom. Kim yozib ketdi buni? Qaysi qiz yozdi? Bilmayman, qandaydir qiz yozganga o'xshayapti. Men qizlarga javob bermasligim kerak, o'shaning uchun alik olmayman. Chunki короче, yozmayman-da, tamom. O'zingizlar bilasizlar, Sigma manu, Jo'xa Sigma. Hozir nimadir qilmoqchi edim, esimdan chiqdi, qaranglar. Bu xotira ham dahshatda bor-u. Bir ikkita yana tosh blok, keyin daraxt bloklar ham kerak. Nima uchun kerak? Voy, yaramas ey. Qayoqqa ketdi? Yana yo'q, asfaltga aylanib qolmayaptimi ish qilib? Menimcha shu open budjetdan tarqaganmi deyman-da, asfaltga aylanib qolyapti. Yaramas, hozir ko'rsam bu marta tochni otib o'ldiraman. Mana blokni qo'yib ketgan yaramas kimdir. Hozir olib tashlashim kerak agar. Voy, yaramas, menimcha o'sha olib qo'ygan shay qo'yib ketgan. O'yinni ham o'q o'tkazmayotgan o'yinda bo'lmasa-ku normalli tegardi quroldi o'g'i, lekin o'q o'tkazmayotgan o'yinda bo'lgani uchun ham o'tmadi. Hozir yana agar keladigan bo'lsa, bu marta pulemyot bilan otib o'ldiraymi? Pulemyot ham o'tmay qizig'i, chunki o'yinda juda ham baquvvat qilib ishlangan. Mana bu blokni olib qo'yayin, kerak emas bu yerda turishi. Вообще-то umuman bir tiyinga qimmat kerak emas narsalar hamma yoqni egallab olyapti. Bo'ldi, olib tashlayman uni. Hozir nimadir bilan band bo'lishim kerak. Juda ham zerikayapman, to'g'risini aytsam. Yaxshisi mana shu yerda o'tira qolayin. O'sha yaramas Crazy'ni nima qilib bo'lsa ham yo'q qilishim kerak. O'sha kecham tushibdi. Yaxshi uyimga borib birlikda qurol ham sotib oldim bahonada. Yaramas. Nima men ko'zimga ko'rinyapsan, ha? Nima ko'zimga ko'rinyapsan? Menga javob bersan? Javob ber deyapman. Tiling yo'qmi? Mana shu tilingni tishlagansan, chunki tishing. Voy, to'xta yaramas. Qayoqqa ketyapsan? To'xta deyapman. Gapir, nima demoqchisan? Nima demoqchi bo'lyapsan? Tushunmadim. Nima bu gapirmaydi, tilini tishlaganda. Voy, to'xta yaramas. To'xta. Bu qurolni oldim deguncha qochib ketadi yaramas. Endi o'ldiraman deb turgandim. Bu yana yo'qolib qoldi shekilli. Mana shu eski uy bor-ku. Mana shu eski uy ichiga menimcha kirib ketyapti yaramas. Boshqa joyga yo'q-da o'zi. Faqat yugurib o'sha yoqqa qarab ketyapti-da. Menimcha o'sha eski uyda Crazy Jetelda yashaydigan qanaqadir mehmonxonami, uymi, nimadir bo'lsa kerak, o'sha yoqda yashayapti-da. Janob mer, mana bu narsalar olib qo'ymabsiz-ku. Olib qo'yish esimdan chiqibdi. Boyliklarni keyinroq olaman. Mayli. Demak, bu yerdan chiqqan xazinani janob mer topib olibdi. Menimcha janob mer bilmaydi deb o'ylagandim-ku, lekin topibdi, qo'yilman. Qanday topgan? Hayronman. Mayli, topgan bo'lsa omadini bersin, baxtini bersin deydi-yu. Tak, menga kerak bo'ladigan narsalarni bu yerdan olsam, shu kechqurunga polizda ishlash menga zarilmi? Polizim o'zi ham to'lib ketgan. Uyimga shu kechasi kelib ishlamasam, kunduz kuni kelib ishlashga vaqtim bo'lmayapti-da, nima qilay? Kunduz kuni vaqtim bo'lganda kelib poliz tozalab qo'yardim, lekin vaqtim bo'lmadi. Tak, hozir bu yerdagi ekinlarni tez-tez yig'ishtirib olsam, takoy va takoy bo'ladi hammasi. Kartoshkada chiriklar yo'q. Har doim bitta chirik bo'lardi. Bugun chirik degan narsani o'zi yo'q. Menimcha sabzilar chirigan bo'lsa kerak. Sabzi ekmagan ekanman. Nahotki sabzi ekmaganman. Faqat kartoshka bilan bug'doy ekyapman. Sabzidan foyda yo'q, chunki sabzini hech kim yemayapti.
sabzi bo'yida o'stiradi deyishgandi. Hozir hamma bo'yini o'zi sun'iy ravishda o'stiryapti. Bilmayman, turnikda tortilyaptimi, boshqa narsa qilyaptimi, dori ichyaptimi? U bunaqa narsalar o'stirmaydi. Normal mashq qilish kerak, sabzi yeyish kerak, suv ichish kerak, tamom. Trenirovkani bostirish kerak. Lekin hech kim tushunmaydi. Mayli, hozir men bu yerda sabzi bor ekan, sabzi ham ekib qo'yayin. Sabzi ham baribir kerakli narsa. Hech bo'lmasa jetellar bitta-bitta olib yeb turadi ba'zida. Jetellar ham o'zi yemaydigan bo'lib qolgan, yaramaslar. Bilmayman nimaga bunaqa qilgan. Ularni joniga tegib ketganmi sabzi. O'zini polizda ham ekyapti-da, chunki agar o'zini polizda ekmaganda sotish zo'r bo'lardi menga. Baribir soliqqa to'layveraman lekin hammasini. Lekin janob mer o'sha soliqdagi barcha ekinlarni olib borib shaharda normalniy narxga sotib keladi. Qancha pul qolishini lekin aytmagan bizga. Aytganda biz ham balki sotarmidik, lekin sota olmaymiz, chunki soliq sifatida to'laymiz-ku. Qanday sotishimiz mumkin? Kecham tushdi. Yanami to'xta, menga qara. Sen kimsan o'zi? Menga qara, voy. Voy, to'xta. Javob ber. Kimsan? Gapirishni bilasan yo'q? Bilmaysanmi? Iltimos ko'zimga ko'rinma. Jonimga tegib ketding bor-ku. Bor uzoqroqda o'yna, xo'pmi? Obbo, ketasan yo'q? Ketmaysanmi? Yana ko'zimga ko'rinaversanmi? Yo'qol deyapman senga. Bu yerda qanaqadir blok sentitdingmi? Obbo, yaramas. Sen meni nima uchun izvatsiya qilyapsan? Ortimdan kuzatyapsan. Gapir. Voy, yana qochib ketdi-yu. Obbo.